Ko'p qismliq ovozliq asar Qo'shkizaklarning taqdiri. Birinchi qism. Men kichik vaqtimda shunchalik g'amsiz, kapsiz bir qiz edim. Aqlimni bilsam, opam dadam savdogar bo'lib, mevachi va sayko'ktat do'koni ochadi. Opam dadam savdo ishlari bilan aldirash yuratdi. Opam har kuni saharda turib, bizga noshtalar tayyorlab, bizni uyg'otib etibla do'konga mang'atdi. Men yolg'iz qiz bo'lg'achqa, nima desam mening deganim hisob bo'ladi. Mahallamizning nariroqida bir uyda bir oilalik bo'lib, cho'nglardan anglashimcha, u uyda 8 jon bor bo'lib, 6 bola ota-onasi bilan birga yashaydi. U oilaga ko'z tekkandek, bolalarni rahimsiz taqdir onasidan kichiklar ayiribdi. Hozir bo'lsa, u bolalar dadasi bilan turadi ekan. Menmi cho'ng bo'lib maktabga kirdim. Maktabga berib kelish yo'lida ularning uyining oldidan o'tdik. Men doim akam bilan birga maktabga berib kelatdim. U kishini ko'rsam, qo'rqib, akamning kayniga o'tib olatdim. Cho'nglardan anglasam, bu so'rin talat qo'rqinchliq, saqal bosgan kishi shu chaqdagi to'limi iqtidorliq, saviyli kishi sanaladi ekan. U kishi ilgari boshqalarning iltimoslarini, xat-cheklarini yezib beradigan qalamkash ekan. U chaqlarda yuqorilab o'qiydigan kishilar nihoyat oz bo'lg'achqa, mahaldagilar u kishini bilimlik deb qarab, olim dasho'sing deb atvolgan ekan. Onasidan kichik ayrilgan bu bolalar yaxshi tarbiya olmag'achqa, olim dasho'singning cho'ng 2 bolasi 15-17 yoshga kiribla ishkirga pul topamiz deb chiqib ketibdi. Yana bir o'g'lining nega ketganligini bilmaydi ekan. Kunlarning o'tishi bilan hadisimi 17 yoshga kiribla sangallarini tashlab, beshini elib chiqib ketibdi. Bu ikki qo'shkezak ochi singillar yeshi bagli kichik bo'lg'achqa, yerim yalang'och, osh-to'q yuratdi. Mahalladagilar ballariga kichik gap qolgan kiyimlarini bersa, shuni kiyib yuratdi. Bu yurtning qish fasli uzun, ham sovuq bo'lg'achqa, u bechoralar qish kunlari to'limi qiynaldi. Axlatlardan kulning orasidagi chala ko'ygan shaholarni tasqab qolaydi. Ba'zi oq ko'ngil kishilar biror xalta ko'mir beradi, tamoq etib chaqiratdi. Bir kuni opammi bizning uydami tamoq etib ularni chaqirdi. Bechoralar tamoqni oshko'zlik bilan shalab ichib yeb ketdi. Opam ularga o'z qo'li bilan to'qib qo'ygan po'paykini qizlarga kiygizib qo'ydi. Ham ular chiqib ketadigan chaqda 2 tal nonni berdi. U qizlar shunchalik xush bo'lib ketdi. U qizlar chiqib ketgandan keyin men tumshuqimni ushlab, "Oppa, menga mayk tulqimidingmi?" desam, opam beshimni silab turib, "Qizim, men sizga o'ningda chiroylikni to'qib beraman. U bechoralarning opisi o'lib ketgan. Bu so'g'uq qishni to'nglab ketmasin. Boshqalarga yordam qilish go'zal fazilat, qizim. Sizning oq ko'ngil, boshqalarga yordam qilishni xo'shallik deb biladigan cho'ng bo'lishingizni umid qilaman," deb onam o'hsinib qo'ydi. U qizlarning dadasi yanala shu haraqni tashlamay ko'ndili mas yuratdi. Ayoli tugab ketgandan keyin har kuni haraq ichib yurgan olim dasho'singni ishdan haydab etibdi. Bu kishi bolalarni allaburun unutgan bo'lib, haraqning qo'liga aylangan edi. Ish qilib bu kishini saq uchratmaydik. Mahallamizdagi kishilar qo'lidan kelishicha yordamlarni qilib turadi. Opam dadammi mevachilarning bak pishib ketganlarini ularning uyiga akirib beradi. Opamning doimli u qizlarga dadasining ko'ngil bo'lmaydiganligini, shunga ularga qo'limizdan kelishicha yordam qilishimiz kerakligini degash, menga mehribon odam bo'lish to'g'riliq nasihat qiladi. Kunlarning o'tishi bilan bir kuni muallimlarning yetakchiligida u qizlar maktabga keldi. Ularning o'qiydiganligini anglab, bekmi xush bo'ldim. Lekin ular maktabga kiribla boshqa bolalarning
mansitmaslik nazari bilan qarashlarini ko'rib, qo'rinib qolgandek turadi. Shunda qilib, ular maktabda o'qiyotgani bir oycha bo'lib qoldi. Bir kuni maktabdan qaytish yo'lida Gulmira bilan Gulchehra och-singillarning axlatlikda nimalarnidir izlab yurganligini ko'rdim. Yeniga berib qarasam, ular sayko'ktatning sho'piklarini terib yuradi. Men ularga bekla hayron bo'ldim. "Hay, sizlar buni nima qilsizlar?" "Ha, bu bizning uyda yegudak narsa yo'q. Oduldagi qo'shnimiz ozroq non bergandi, qaytib ketibdi. Shunga buni yigil bo'g'idak, kechdi shuni sayqurib nonchilab yeymiz." Bu gapni anglab, shunda ichim og'ridi. "Bo'ldi, tamanglar, bo'ldi tashlab etinglar. Bizning uyda sayjiq. Men maktabdan qaytganda sizlarga achiqib beray, buni tashlab etinglar." "Bunda qilsak, uyingizdagilar ochiqlamamdi." "Yo'q, ochiqlamaydi, xotirjam bo'linglar. Buni tashlab etaylik." "Ha, yo'q, bunimi elib olaylik." Gulchehra qo'lidagi terib olgan saynimi xaltaga selib mangdi. U bizning uyga kirib, dövlaklik supurgini ko'rib, supurgidami birni bergan bo'lsangiz, uyimizni supurgidek supurgimi yo'q deb tirnoqini tatlab turadi. Men o'ylanib qoldim. Uydagilar kep qolsa, sayg'u bir narsa demas. Lekin supurgini sotadigan to'sa, tilab ketamo deb o'ylab, sirtqa bir qarab etgandan keyin bir supurgini elib, uning qo'liga tutqizdim. Ham tez yugur uydagilar ko'rib qolmasin deb yo'lga soldim. Ichimda shunchalik azoblandim. Ham shu bechoralarga nazarmi selib qo'ymay, kunda haroq ichib, nadi kech bo'lsa, shu yerda qo'nib qoladigan dadisiga shundoq ochiqim keldi. U balalarmu shundoq jafolar ichida cho'ng bo'ldi. Bu qizlar oraga olmagan savoqdoshlaridan o'zini tatdimi yoki turmush besimi ig'ir keldimi, maktabgimi pat-patla bormaydigan bo'lib oldi. Muallimlarmu to'la suylab bordimu, ish qilib ular keyin maktabdan to'xtadi. Apama meni shu kunlarda ular bilan aralashmaslikni to'la askartadigan bo'lib oldi. Ammo mening nemishqa degan savolim hamon jonvol. Ammo mening nemishqa degan savolim hamon jong bo'lganda tushunasan degan mujmal javob bilan oyoqlashyapti. Bir kuni o'ynab etib, mahallada o'qimishdiki bir qancha ayollarning u qizlarni yo'ldan chiqibdi, xotini bor erlarni ozdirib yuridi. Hay, bu bolalarning apsi bo'lgan bo'lsa, buncha vayron bo'lib ketmas edi. Dadining qo'liga qilib, don chechilgandek chechilib ketdi. Bu oiladagi birasimi yaxshi odam bo'lmadi. Bu qizlar kichik turibli mahalladagi erlarni ozdirishga boshlabdi. Erlarimizga saqroq bo'lsak bo'g'idak degan gaplarni angladim. Shundala opamning meni nima uchun ular bilan paranglashmasligini to'sqanligini tushundim. Shu yili qish olimdoshosing haraq ichib mast talada yetib qolib, to'nglab qolib o'lib ketdi. Bu qizlar dadasidan ayrilib qora yetim bo'lib qoldi. U qizlar ancha azoblanib ketmaganda qiladi. Chunki u dadasi hayot bo'lsa-mu, bolalar bilan kari yo'q edi. Shunga ularga dadasining yo'q bo'lishi-mu baribir qiladi. Shundaq mahalladagilar ularni yo'qlab kirib chiqib, oradan bir hafta vaqt o'tganda ularning Noyi bozoridagi bir tuqqani kelib, ularni elib ketdi. Keyin anglasak, ular Noyi bozorga borgandan keyin u tuqqanimi ularni uy ishiga bola boqadiganga selib, uy egisi Osiya ularni bakmi qiynab demish. Shunga bu qizlar bu uvalchiqlarga chidamay, bu uydan chiqib ketib, bazmixonalarda ishlab yuribdimish degandek paranglar mahalladagilarning og'zida yuratdi. Shunday qilib menmi cho'ng bo'ldim.
taraqqiyotga ergishib mahallamizdagi uylar chiqilib, bizmi Noy bozoriga ko'chib keldik. Bir kuni bozordan narsa keraklarni elib ketayotsam, bir esil mashina yanamga kelib to'xtadi. Ancha bek diqqat qilmabdiman. Mashinadan tushibla bir qiz mendan ahvol so'radi. "Tinchlikmi, jinim adishim?" Puzur kiyingan bu qizga qarab, men uni birsiga o'xshatib qolgan o'xshaydi debdiman. Siz meni tanimadingmi? Voy, meni unutib ketibsan-da, jinim. Meni rostila tanimadingmi? Men seni ko'ribla tanib kayningdan keldim. Men Gulmira. Ko'zimga ishonmayla qoldim. Uning ilgirki vaqtlardan, chiroyidan asarmi yo'q. Shunchalik moda kiyib olgan kiyimlarimi shunchalik esil. Selib olgan zibu-zinatlari qarashdilla qimmatbaholik ekanligi bilinib turadi. O shunchalik qizg'in quchoqlashib ko'rishib ketdi. Menmi uni bu ahvolda ko'rib, kichikida ko'rmagini qolmagan bu qiz endi boy bo'lib rahat ko'rib etibdi deb xush bo'lib ketdim. Omo meni mehmon qilaman deb turib oldi. Men oldirab chiqqan edim, keyin ko'rishayli deb mangmoqchi bo'ldim. U menga bir telefon nomeri yozilgan qog'ozni berib, qanday ish bo'lsa telefon qilishni aytib ketib qoldi. Uyga kirib yo'lda Gulmirani uchratganimni dedim. Apam gapimni anglab, birdilla chiroyini o'zgartdi. Bo'ldi, ularni ko'rsangmi ko'rmasga selib yo'lin qo'ma. Nimishqa? Nim bo'ldi, apa? Ular bekli ig'ir kunlarda qolgan. Qarasam hozir shundoq baxti kelgandek. Dedim-ku, endi ularni ko'rmasga sal deb. Sen nimini biletdin? Navada, seni başkalar ular bilen körse hata düşünüdü. Apa, ben hiç düşünmedim. Demiş ki ular bilen alaklaşımla tozsuz. Ular bilen alaklaşmaydan iş bulsu mu? Ben sebebini bilişim gerek de. Oh, maqul, ben dep berey. Apam qo'lidagi yangi ishini qo'yib, yenimga kelib o'ltirdi. Men ko'nglimda ular yana nima ishlarni qilgan bo'g'idi deb, apamning meni nemishqa ular bilan aloqalashishdan to'sishning sababini bilishga oldirdim. Bu asarning bugungi anglitishi mush yerda tugdi.